Chinor milliy tafakkurimizda barqarorlik, ajdodlar merosi, nuroniylik va hayot tajribasining timsolidir. Dasturga aynan shu nomning tanlanishi ham bejiz emas. Bu millatning ildizlarini tan olish, dunyo bo'ylab tarqalgan o'zbeklarning ruhiy, tarixiy yagona manbaga ega ekanini anglash loyihasidir. O'zbekiston bu orqali etnik o'zbeklarning madaniy o'zligini saqlash, ularning o'z tarixi va tiliga qiziqishini qo'llab-quvvatlash, geosiyosiy jihatdan muhim bo'lgan davlatlardagi diaspora bilan muloqotni kuchaytirish, katta yoshdagi vatandoshlar orqali yosh avlodga ta'sir o'tkazish, o'zbek madaniyati va urf-odatlarini uzluksizlikda saqlash, yangi O'zbekiston g'oyasi orqali xalq diplomatiyasi formatini targ'ib qilish. Bugungi podkastimiz mehmonlari ham aynan xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz mehmonlari, yurtimiz mehmonlari, dasturimizga xush kelibsizlar. Qo'shni Qozog'iston Respublikasidan Yor Muhammad Madaliyev, Turkiyadan Muso Qurt, Diloram Hojimamatova, qo'shni Qirg'izistondan va Soliha Olimova Tojikiston Respublikasidan tashrif buyurdilar. Xush kelibsizlar yana bir bor mehmonlar. Xush ko'rdik. Bu safargi yurtimizga tashrif buyurgan pallalaringizda ko'ngillaringizda nimalar o'tdi? Ko'zlaringiz nimalar bilan to'yindi? Qalblaringizda qanday bir kechinmalar o'tdi? Assalomu alaykum aziz va mo'tabar millatdoshlar, vatandoshlar. Sizlarni avvalambor avliyolar yurti Qozog'iston xalqining o'z dashtlaridek bag'ri kengligi bilan qalbining lojovurt osmondek musafoligi bilan ajralib turadigan qardosh va qodirdan xalq nomidan salom yo'llab keldim. Qardosh davlatlardan Turkiyadan mana tanishib o'tiribmiz, Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan kelib tanishib o'tiribmiz. Vatandoshlar jamoat fondi orqali kelib, menda shunday bir taassurot qoldirdiki, men o'zim adabiyotshunos olim bo'lib, Abdulla Qodiriyning uy muzeyida bo'ldik. U yerda ko'z oldimga shunday bir narsa keldiki, haqiqatan ham butun o'zbek xalqini, tarixini, madaniyatini ochib bergan insonni ko'z oldimga keltirdim. G'alaba bog'iga bordik. Bu bog'larda ko'rmagandik. Bugun ko'rib, juda ham shunchalik o'zgarib ketgandan boshimiz osmonga yetdi. Bilasizmi, men shu vatandoshlar jamoat fondini tashkil etgan tadbirlariga oldinroq ishtirok etmaganimdan afsuslandim. Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida tarbiyalanganmiz. Shu Toshkentda, O'zbekistonda bir yosh ijodkor bo'lib, yo'limizni topib, qandaydir bir shakllangan edik. Lekin nasib shunday bo'ldiki, biz yurtimizga, tug'ilgan yurtimizga qaytib ketdik. O'zbek degan millatimiz, sevimli tilimiz bizni orom qo'ygani yo'q. O'sha o'zimizni diyorimizda, So'g'd viloyatida o'zbek ko'rsatuvlarini bo'limini ochib birinchi kunidanoq, u paytda Leninobod viloyati edi, shu Xo'jand shahrida televideniya ochildi va shu birinchi kunidanoq men muvaffaq bo'ldim. O'zbek bo'limini tashkil qilib, joriy qilib, o'zbek eshittirishlari va ko'rsatuvlarini yo'lga qo'ydim. Va 25 yillar davomida shaharma-shahar, tumanma-tuman, qishloqma-qishloq yurib, o'zbeklar hayotidan, ularni faoliyatidan, ularni dunyosidan ko'rsatuvlar, eshittirishlar tayyorlab efirga uzatib turdik. O'zbek ro'znomasida bosh muharrir vazifasini bajardim. Lekin o'sha Tojikistonda, So'g'd viloyatida, Xo'jand shahrida yashab, ishlab, biz hamisha millatimiz va tilimiz uchun jonkuyarlik qildik deb o'ylayman. Buni natijasi o'laroq Do'stlik ordeni bilan, davlat ordeni bilan mukofotlandim. Tojikiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosiman va O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi hamman. Imkoniyatlarimiz bor. O'zbek tilida ro'znoma chiqaramiz, kitoblarimiz chop bo'ladi. Mana keyingi yillarda meni ham she'riy, ham nasr, nazm kitoblarim oliy sifatda chop bo'ldi, o'quvchilar qo'liga yetib bordi. Dilda bir narsa borda, nimadir yetishmaydi-da, bir kamlik borda, baribir mana shu millat va til
mehri sehri bizni hamisha tortib turadi. Men Chinor dasturida qatnashib yana g'olib bo'lib deganlaridek taklif etildim. Kelmay bo'lmaydi, bu yerga kelamiz, biz intilamiz, kelib o'z ishlarimizni bitiramiz, qaytamiz. Lekin bu shunday bir ajoyib dasturki, mana Toshkentda qancha tarixiy obidalar bor. Bugun ko'rsak, ko'rishga arzigulik yangiliklar bor. Biz faxrlandik. Bugun men bilasiz bir narsani qayd etmoqchiman. Shu Toshkent ko'chalarida ketib borar ekanman, atrofimda o'ngdan, so'ldan, ortdan, oldindan kelayotgan ovozlar bor, o'zbek ovozi. Mana shu narsa menga taskin bag'ishladi. Eng avvalo men bitta shuni o'zi uchun kelsam arziydi bu yerga. O'zbek ovozini, sadosini eshitish bu meni yuragimga quvvat bag'ishlaydi. Biz shu o'zimizni yurtimizda ham bir narsa, men o'zimga o'zim shunday bir vazifa yuklaganmanki, meni tilim, ona tilim barcha tillardan go'zal til. U ijod qilsa ijodga arziydigan til. Yuragimdagi, men boshqa tillarni ham bilaman. Ikkinchi tilimiz bor, uchinchi tilimiz bor. Bizda davlatimizdagi asosiy tilimiz bor, lekin men o'zbek tilida fikrlayman va o'sha boshqa ikkinchi tilda so'zlayman. Yuragimni bo'shatmoqchi bo'lsam, yuragimni anglatmoqchi bo'lsam, men albatta o'zbek tilida gapirishim kerak. O'zbek tili jozibali til. Men shu o'zimni tilimni chiroyini ko'rsatishni xohlayman. Kasbiy vazifamga kirgan chog'ida ham baribir buning uchun bunaqa mehr bo'lishi uchun bu qonda bo'lish kerakdir, jonda bo'lish kerakdir, orzuda, havasda bo'lish kerakdir. Mana shu yillar davomida qo'limdan kelgancha telejurnalist sifatida ham, ro'znomada faoliyat yuritgan paytimda ham, ijodlarimda, kitoblarimdadir, asarlarimdadir namoyon bo'layotgan mana shu meni tilim shunday bir tilki, buni baricha shu boricha ko'rsatib bera olishim kerak. Nafaqat buni sevib men so'zlayman, lekin boshqalarni ham tan berishini, boshqalarni ham havas qilishini, yaxshi ko'rishini xohlayman. 53 yaşındaman. Otam Turkiya, O'zbekistondan, Surxondaryodan chiqib ketganiga 8 yoshda ekan. Sonra men o yilda O'zbekistonni ko'raman. Kelib berga O'zbekistonda otalarimizni, Temur bobomizni, Imom Buxoriy, Imom Termiziy dadalarimizni, Alisher Navoiy hazratlarining bu kishilarning qabrlarini ko'raman, kelib to'proqlarni ko'raman deb qancha hayol qursak bo'lmoqchi edi. Lekin alhamdulillah bu avvalo shundaki prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning liderligida bu Chinor vatandoshlar jamoati foniga biz o'zbeklar, Turkiyadagi o'zbeklar ko'p tashakkur qilamiz. Tashakkur qiladigan gaplarimiz ko'p, lekin keldik tayyordan to tushguncha kadar samolyotdan biz o'zimizda emas edik. Tushdik, qandayki bir inson enasini quchog'idan uzoqlashgan, past enasini quchog'iga kelgan palla qanday orom rohat bo'ladi, biz bu kunni ko'rdik. Shu palla meni rüyadaman, uxlagan, nima hech kim so'rkatmasin. O'ylab bir xursand bo'ldimki, hali ham o'zimda emas. Ondan sonra kelgan yerlarimni, ko'rgan yerlarimda men hech, ya'ni birov menga tegmasin. Shu palla men O'zbekistonda enamni quchog'idaman. Uncha xushman. Hammalaringizga rahmatki bizga bu imkonni bergan davlatimizga tashakkur. Alloh har doim davlatimizni muvaffaq qilsin inshaalloh. Rahmat katta. Avvalambor biz mana shu bir turkiy elimiz. Qachon yilki tarixi bor joydamiz. Elimiz, yurtimiz, tariximiz boy qazina shu san'atni yoritgan kelganmiz. Avvalambor shu ikki yurtni Qirg'izistondan keldim men, Batken viloyati Qizilqaya shahridan. Allohning irodasi bilan bizni rizqimizni Qozog'istonga, Tojikistonga, Turkiyaga, Qirg'izistonga chachib qo'ygan ekan. Iloji yo'q o'sha joydan o'z rizqimizni terib yeyapmiz. Bolali chaqali bo'ldik. Afsusdamasmiz. Tug'ilgan yerda tuproq oltin deydi. Ammo O'zbekiston yurtiga kelganda taassurotlarni aytib bera olmayman-da. Avvalambor shu ikki yurtning prezidenti katta tashakkurlarni aytmoqchiman. Ikki yurtni orasida shunday kelishimlar tuzib, bemalol to'sqinlar yo'q, chegaradan o'tib keldik. Avvallari
faqat o'lgan qarindoshlarnikiga ham kelolmasdikda, to'y chiqqa bo'lsa ham kelolmasdik. Qarindoshlarimiz juda ham ko'p O'zbekistonda. Men shu O'zbekiston yurtiga kelganimda osmon o'par binolar yo'qdi, toza ko'chalar, yashillangan daraxtlar, mehmondo'st eli yo'qdi. Bugun kelib bizlar haqiqatan ham O'zbekistonning buyukligini ko'rdik. Haqiqatan ham mana qurilishlarni ko'rdik. Ilm, fanda, madaniyatda, ekonomikasida, texnologiyasida rivojlanishlarini ko'ryapmiz mana. Mana shu loyihada ishtirok etish sizlarga qay darajada bir kuch berdi, quvvat berdi, sizlar uchun qay darajada bir ahamiyatga ega bu loyihada ishtirok etish? Bu loyihada ishtirok etish menimcha har bitta ishtirokchiga qandaydir yangi kuch quvvat berganligi shunday ayon bo'lib turibdi-da. Hammamizni bog'lab turgan tayanch nuqta bor-da. Bu o'zbekligimiz, bu bizni ona o'zbek tilimiz. Biz bir-birimizdan hammamiz ilhom oldik. Bilasizmi, mana Qozog'istonning o'zbeklari bular, Qirg'izistonning o'zbeklari, Turkiya, biz bunday qarasangiz agar biz birinchi marta uchrashyapmiz, lekin xuddi 100 yildan beri uchrashgandek biz o'sha bilasizmi bu hissiyotni men qachon tuygan edim? O'sha bir muborak ziyoratlarda, Makka yu Madinalarda men shunday bir odamlarni begona emasligini his qilgan edimda. Bir-biriga 100 yillik, 1000 yillik bir ildizdan o'sib ungan bir daraxtdek his qilgan edim shuni. Bu yerda ham men shu ko'rdimda Qozog'istondan kelgan, Qirg'izistondan kelgan bular. Biz Turkiyadan birinchi marta ko'rib turibmiz, lekin bir-birimiz bilan quchoq ochib qizlar mana ko'rishdik. Biz ba'zan Qozog'istondan va Qirg'izistondan qizlar aytishdi, siz bilan opa biz oldin ham uchrashgan edik, qayerdadir. Yuzi issiqlik bu shu o'zbek chehrasiga xos narsa bo'lsa kerak, fazilat bo'lsa kerak deb o'yladim. Bizni bu jondoshligimiz umuman qarindosh xalqlar deymiz, undan ham oliyroq. Biz faqatgina qo'shni, qarindosh emas, bizni qalbimiz payvand bir-biriga. Ilhomlandim. Qo'limda bir dasta she'rlar bor edi. Menga ilhom bergan va men uni tarjima qilishim kerak edi, shu amalga oshmayotgan edi. Oydin Hojiyevadan, Halima opamdan, Halima Xudoyberdiyevani she'rlaridan, Farida Afruz, Munavvara Usmonova, Guljahon Asqarova, Zulfiya Mu'minova, Qutlug'beka Rahimboyeva she'rlari, bir dasta she'rlarki, men uchun bag'ishlangan, yuragimda alanga olgan o't, mana shu ishlarimni yanada menga ilhom bag'ishlab, mana shu she'rlarni tarjimasida hozir ishlayapman. Kechasi kunduz kuni biz sayohatlardamiz, suhbatlardamiz va kechki payt men yana o'sha daftarimda tarjima qilayotgan she'rlar o'z inikosini, o'z yaxshi natijasini berib turibdi. Men bundan xursandman. Demak, biz ilhom oldik. Rahmat katta. Bunday uchrashuvlar, muloqotlar sizlarga nima berdi? Qay darajada bir to'yindinglar? Biz Turkiya ko'p uzoqdamiz bu yerdan. Biz bu kishilar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hamsaya qo'nishi. Biz uzoqda bo'lib vatansizlikni ko'p og'irligini chekkanmiz. Biz ondan dolayı bir agar nima qilsangiz Turkiyadagi o'zbeklarning tarafidan, Türk millatining tarafidan bir tashakkurlar qilishim kerak avvalo. Bilasizki 2023'da bir zilzila bo'ldi Turkiyada. Turkiyaning Hatay viloyatining Ovakent mahallasida qarib 10 mingga yaqin bir o'zbek mahallasi bor. Bir zilzilada bizde qishlog'imiz yiqildi. Takriben 76 tane şehidimiz bo'ldi. Uylarimiz yiqildi. Ko'p parishon turumga tushdik. 43 yıldan beri Türkiye'deyiz. Zilzilada sonradan bizning davlatimiz keldi, O'zbekistonimiz. Men bu yerda borman, o'zbegim bu yerdaman. Samolyotlar mana favqulodda vaziyatlar birligiga ko'p tashakkur qilamiz. Sihat vazirligiga ko'p tashakkur qilamiz. Bu yerga 70 kishilik bir doktorlarimiz mana katta bir sahat shifoxonasi ochdilar. 100 kishilik yigitlarimiz mana 4 tane janozalar o'liklarni topadigan kuchuklarimiz bilan kelib bu yerga ko'p bir yani tarixiy bir nima qildilar. Ondan biz Ovakent mahallasining o'zbeklarining atiga, buradagi Türk millatining atiga avvalo O'zbekiston davlatimiz boshda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga va sizlarga hammalaringizga
ham o'rga yordamga ham bu yerdan tirlar mana yuborgan yordamlaringizga bir jihon tashakkur qilamiz. Men takrordan O'zbekiston davlatining bir chinorning bir barigi bo'ldim. Ko'p xursandman. Men shu gaplarni aytib ketmoqchiman. O'zbekiston bilan muloqot qilgisi kelgan odam har kuni uyga kelib televideniyani yoqsa biz sizlarni ko'ramiz, O'zbekistonni ko'ramiz. Kuniga har xil rang-barang ko'rgazmalarni ko'ramiz, muloqotda bo'lib turamiz, yangiliklar bilan boxabar bo'lamiz. O'zbeklarning yetishgan darajalar bilan bizni ko'nglimiz tog'dek ko'tariladi, chunki bu bizni o'zbegimiz deymiz-da. Mana O'zbekiston futbol komandasi jahon chempionatiga chiqdi. Bolalarimiz telefon qilishadi. Va ko'rdingizmi, Moskvada bola o'zbeklar chempionatga chiqishdi, futbol chempionatiga chiqishdi deb shunday nima to'lqinlanib aytishadi-da. Vatanni bitta bo'lagi sifatida, O'zbekistonni bitta bo'lagi sifatida o'zini asrab avaylab qolish, o'zini ustida ishlash qay darajada bir insondan nimalar talab qiladi, qay darajada bir insondan yuksak darajada bir tafakkur, yuksak darajada bir mehnat talab qiladi. Kimlarning nevarasimiz? Amir Temurda. Misol bir o'rnak berayim. Orada bir İstanbul'da Haliç Nehri degan bir yerda bir hamma yerlarning moyida kichkina maketi var. Bularning qutisiga biletni qo'yasiz, tarixchasini aytadi. Bursada Ulu Cami degan bir masjid var. Masjidning tarixini aytdi. 25 yıl evvel bu. Bir palla dedi ki Timur babamızda o masjidni oxir qilganini. Ki bu bir g'alat. Bizim Timur babamız alimi Kur'an. Sonradan masjidga bordim. Qadr kechasi Türkiye'nin en yaxshi masjidi Sultanahmet İstanbul'da hammamiz bilamiz. Orada ulug' mollasi alimi, damollasi dedi ki Timur alimi Kur'an edi. Avliyo edi dedi. Bir Türkiye'nin katta bir alimi, damollasi. Biz buradan kim bo'lishimiz kerak? Türkiye'de men bir elchi bo'lishim kerak, o'zbek bo'lib. Yaxshilik mana. O'zbek degan pala mening Turkning eng ulug' bir millati bo'lishim kerak. Men Alisher Navoiyga yarasha bir nevara bo'lishim kerak. Dilim hammasi men O'zbekistondan bütün umr minnatdorman. Bir yaxshi so'z bor. Ustoz otangdan ulug' dedi. Sababi men o'zim O'zbekistonda o'qidim, undim, bilim oldim. Qozog'istondagi o'zbeklarga bilimimni berib kelyapman. Salih opa, sizga mana shu O'zbekiston bir ma'naviy elchisi sifatida faoliyat yuritish taklifi berilganda mana shu vazifani qanday qabul qilardingiz va ishni nimadan boshlardingiz, qanday ishlarni tashkil qilardingiz? Menimcha bugungacha qilgan ishlarimiz haqida to'lqinlanib, hayajonlanib gapirdik. O'zimizdan go'yo rozi bo'lgandek keng imkoniyatlar darvozasi ochildi biz uchun. Astoydil mehnat qilib bu borada ishlaydigan vaqtimiz endi kelayotganga o'xshaydi. Bugun endi faqat bu tilni yanada saqlab qolish uchun faqat bolalarimiz bilan o'zbek tilida, ona tilida gaplashganimiz yo tadbirlarimizni, anjumanlarimizni shu tilda, ona tilida o'tkazishimiz yetarli emas deb o'ylayman. Xo'jand davlat universitetida o'zbek filologiyasi fakulteti olimlari bor, jonkuyarlik bilan ishlashyapti. O'zbek tili adabiyoti o'qituvchilari bor, ular ishlashyapti. O'zbek yozuvchilarning asarlarini tojik tiliga o'giryapmiz, tarjima qilishyapti. Bu ham katta ish. Masalan, o'zbek adabiyotini tojik xalqiga tanitish masalasi, bu albatta chuqur mohiyati bor bu ishni ham. Olim sifatida doktorligim qozoq o'zbek folklorida latifa janri qiyosiy tahlil qilganman. Shoshlat universitetida himoya qilganman. Hozirgi orzuim qozoq o'zbek ma'rifatparvarlarini qiyosiy tahlil bo'lyapti. Jadid ma'rifatlari bilan alas yollari. Men bütün mana shu maqolalarim hozir Qozog'istondagi alas yollalarni O'zbekistonga maqolalar qilib chiqarib turib yotibmiz. 15-20 tacha maqola chiqarganman. Sababi hozirgi yoshlarimiz, O'zbekistondagilar bunga yana e'tibor berish kerakki, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yaxshi bir tashabbusi bo'ldi. Jadid bobolarimiz xotirasini qo'llab-quvvatlash degan bo'ldi. Shu munosabat bilan men aytmoqchimanki, haqiqatan ham O'zbekistondagi xalqimiz jadid adabiyotini yaxshi biladi, unga juda ham katta ishlar boryapti. Lekin
qozoq ziyolilari bo'lgan alaq ziyolilarni bilavermaydi. Mana shuni yetkazsam, Qozog'istondagi xalqiga esa jadid ziyolilarni yetkazish meni niyatim. Xudo nasib etsa, inshaalloh. yil 2025-yil dekabrgacha himoya qilsam degan niyatim bor meni. Biz uchun eng yaqin qo'shni, suyansa bo'ladigan, aloqa qilsa bo'ladigan davlat, mamlakat bu O'zbekiston deyshadi. Iloji boricha mana shu O'zbekiston bilan aloqalarimizni yaxshilashimiz kerak deyshadi. Mana shu bizda bo'lgan katta anjuman 3 respublika mamlakati prezidenti qatnashib bir katta anjuman bo'ldi. Shu yerda 3 respublika prezidenti chiqib so'zladi, tabrikladi. Gal O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kelganda bizni xalqimiz qalqib oyoqqa turishdi, qarsak chalishdi, shunchalik bir qaynoq, issiq peshvoz olishdiki, hatto bizni yo'lboshchimiz Emomali Rahmon o'z do'stiga, qardosh xalqqa shuncha bir mehr muhabbati balandligidandir. Ko'ryapsizmi, meni xalqim sizni qanchalik sevadi dedi. Shunda bu xalqni ko'rsangiz edi u paytda. Bizni Tojikiston xalqi O'zbekistonni yo'lboshchisigagina emas bu mehr muhabbati, prezidenti orqali butun o'zbek xalqiga mehr muhabbatini namoyon etdi o'sha yerda. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bizni xalqimiz, Tojikiston xalqi O'zbekiston xalqini sevadi, qo'shni mamlakatga suyanadi, tayanadi. Kelajakda eng yaxshi ishlarni, hamkorliklarni birgalikda amalga oshirib, turmush tarzimizni go'zal qilishini orzu qiladi. Inson o'zini sevmasa, boshqani sevmaydi deydi. Shuning uchun o'zimizni, ona tilimizni, madaniyatimizni, tariximizni, ma'naviyatni sevsak, boshqa millatni, boshqa xalqni, millatni sevganda bo'lamiz. Rahmat katta. Umuman bugungi muloqotimiz o'ylaymizki, bizni tomosha qilayotgan ko'plab bir vatandoshlarimizni qalbidagi, eng yuraklarning tubidagi bir fikrlariga hamohang bo'ldi. Bugungi muloqotimiz, podkastimizdagi fikrlar bizni yana ham jipslashtirishga, hamjihatlikka xizmat qiladi. Mana shunday bir fikrlar bilan O'zbekistonga, vatanga xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat, katta rahmat. Vatan bu nafaqat hudud, balki hissiyot. Chinor loyihasi aynan shu hissiyotni amalga oshirdi. Uzoqdagi yuraklarni vatan bilan tutashtirishga xizmat qilayotgan ma'naviy ko'prik vazifasini o'tayapti bugun. Unga ko'proq e'tibor, ko'proq qo'llab-quvvatlov zarur. Chunki millatning qadri uning keksa nuroniylariga e'tibori, g'amxo'rligi bilan ham belgilanadi. Salomat bo'ling.